Hammaga assalomu alaykum. Ramazonlaringiz muborak bo'lsin. Bu videoda qanday pik qilib, qanday kutib olishni o'rgatmoqchiman. Ko'rib o'zlaringiz o'rganib olishingiz mumkin. Protivnik qayoqqa ketganimni ko'rdi. Faqat chiroyli qilib kutib olish kerak bo'ldi faqat. Obuna va like bosishni unutmanglar bolalar. Bu yerda pik qilib kutib olish kerak, push qilish kerak emas bolalar. Bu turgan joyda push qilish kerak emas, faqat kutib olish kerak, chiroyli qilib kutib olish kerak. O'ng tarafdan 100% push qiladi bu aniq. Mana shu vaziyatda tepadan push qilish kerak emas bolalar, o'zi push qiladi. Chiroyli qilib kutib olsak bo'ldi. Obuna va like bosib qo'yinglar bolalar, keyingi kontent chiqarishimga hissa bo'ladi.